Yevreyskiy etajdan, ya'ni 3-etajdan 3 xonali kvartirani sotuvga chiqmoqda. Nima uchun 3-etajni Yevreyskiy etaj deb atashadi? Biladiganlar kommentariyada yozib qoldiring. Proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy kiraverishga kirganda mana bunday chiroyli qilib oynalar taxlab qo'yganlar, pastlar laminat qilingan 8 etajli domning 3-etajda 80 metr kvadratdan iborat. Plus minusni hisobga olganda mana bu yerda balkonni ham qo'shib olganlar, tureyskiy radiatorlar qo'yilgan. Narxi oxirda bo'ladi. Sanuzel xonalari alohida, pastdan tepasigacha kafel qilingan, koko unitazlar qo'yilgan, yaxshi unitazlar. Xo'p, bu esa o'yinish xonasi. Uy juda ham bejirim remont qilingan, ayollarning orzusidagidek. Mana bu yerda dekoratsiyalar ham qilib qo'yganlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana barglarga ham e'tibor bering. Bu choyga solinadigan barg emas, devorga qo'yiladigan barg. Uyingiz mana shunday shirin bo'lib o'tirishi uchun devorga barglarni qo'yganlar. Bu esa uyning 3-xonasi. Uy zo'r remont qilib taxlaganlar o'zlari uchun. Bu esa uyning oshxonasi. Mana bu yerni kladovka qilib taxlasangiz ham bo'ladi. Ushbu kvartiraga 18 ming dollar so'rashmoqda. Shundoqqina 17-maktabning ro'parasida. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelaverasiz.